Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Dang'ara Baynisan oldida Gumma xonimdamiz. Xonimlarini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Piyoz. Xonimni yaxshi ko'raman-da. Xonimning kattaligini qaranglar. Dang'aralilar maza qilar ekanda. So'g'ana 20 ming so'mga bemalol qonni so'kishib ketaverar ekan. Quyuq, suyuq ovqat, bitta xonim, xolasiz bir issiq kabob, choy, non, salat bepul ekan. Bunaqa imkoniyatlar faqat Dang'aralilarning o'zigami? Sakkizta edimi? Hammalarini Dang'ara Banisasini oldida Gumma xonimda kutib qolamiz.